Selamünaleyküm Krallık Yüzükürmen'de keşkına xeylep olsun. Ben Adil Eruygur, Uygur Tədqiqat İnstitutundan hem Allah'a salam yollayman. Her hafta institutumuz müdiri, şundaqla Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Tarih ve Hukuk Doçent Doktor Erkin Ekrem Malum bilen ötküzüp kılatkan Xalqara Vaziyet ve Gün Tərtibli Alma programımızınki yeni bilim uzun adı buldu. Erkin Malum hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Biz bugünkü programımızda mındaq bir qancha mesele içinde analiz edip almakçı. Birinci meselemiz Xitay Devlet Reisi Xi Jinping günü Ukrayna devlet reisi Zelenskiy bilen telefonda görüştü. Ondan başka Xitay'nınki Fransa'daki elçisi Lu Peng'lik ziyaret hatırısında qabul qilgan vaqtida Qrim münasebetlik bir so'roq sordu muxbir. So'rg'a vaqtida dedi ki bunun sobiq Sovet ittifoqiga tabi bu Cumhuriyetlarninki hozirgi xalqaro qonunda haqiqiy bir salohiyat ega emas degan gapni qildi. Hatta bularniki salohiyatni ishga oshiradigan yoki amillashtiradigan bir xalqaro qonun yo'q degan bo'ldi. Shundan keyin elchining gapiga Yevropa boshliqlari, shunaqla nurg'un davlatniki boshliqlari darhol inkas qat'iyatdan norozilik bildirdi. Biz bugun programmazda mush ikki masala ustida analiz etishimiz oldida ma'lum Xitoyninki Xi Jinping'ninki Zelenskiy bilan ko'rish masalasiga kelsak, Xi Jinping nima uchun kurashdi? Kurashgimiz qaysi masalalarni muzokara qildi? Bu biz hozir Rossiya Ukraina urushi bilan munosabat bilan qanchalik munosabat va agar Xi Jinping'niki hozir kurashganda unum bo'lgan bo'lsa, bu Rossiya Ukraina urushiniki oxirlashishini direkt beramdi va yoki mana shu vaqtida Xi Jinping'ning haqiqatan shu günümüzde ixtilof bo'layotgan rayonlardagi murassallashtirgich rolininki kundan kunga kuchayotganligidan direkt beramdi degan masalalarni savollarni so'rashtirishimiz. Oldin ma'lum siz bu ko'rishishni qanday tushundingiz? Bu nimadan direkt berdi? Xi Jinping bu şu 3. ayın ahırlarda Rusya'ya ziyaret kılıp qaytganda şunu degan, yani muvafiq bir vaqtda şu Zelenskiy bilan, yani Ukrayna Cumhuriyeti Zelenskiy bilan ko'rishadiganligini, ama yüz yüze ko'rishish emas, hamda ya telefonda yoki bu online'da ko'rishadiganligini degan. Bununki demek ki muvafiq vaqti mushu o'xshaydi, yani bu günlerde. Ama bazı mutaxassislar deydi, bu Fransa, Xitoyninki Fransa büyükelçisi Lu Shaye'ninki terib qo'ygan jidaldan keyin bu Xi Jinping ko'rishishga majbur qoldi deb bundaq xulosa qilganlar bor. Bununki ihtimol bor, ama nima emas. Bir vasıta sebep emasdir deb o'ylayman. Hamda budaki ko'rishishdan nurg'un meseleler değildi, ama xalqaroda kutadigan ba'zi nimalarni gaplarni demadi. Misolga deylik, jangni to'xtatinglar deb har ikki tarafga, Rossiya va Ukrainaga demadi. Rossiya armiyasini keyniga chekib tortsin degan gapni demadi. Ukrayna tarafı bo'lsa, şu Ukrayna'nınki zemininin 1991'ninki şu ahvalga qaytish lazım deydi. Yani bu Rusya'nınki Ukrayna işgal qilishdan evvelki toprakka ega bo'limiz da oldu. Hamda yig'ib kelgan chaqda Xitoy munda deydi. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Xavfsizlik Konseyi'ninki 5 daimi a'zoning biri bo'lgan sübti bilan bu meseleге taraf tutmaymiz. Hem bu jangninki olib ketishig'a sebep bo'lmaymiz. Hem de bu jangdan foyda olishni qilmaymiz. Biz nihoyatda ochiq oshkor bu ishni tarafsiz bir şekilde ochiq oshkor ilip bir vaktimiz deydi. Hemimiz bilimiz, yani bu jang başlangandan beri Xitoyninki Ukrayna urushiga ilip borgan pozitsiya asosan ikki. Birisi şu iyilik huquqi bo'lgan bir devletga hujum qilib bo'lmaydi. Bu xalqaro qonunda to'g'rilgan deydi. İkincisi hamda Ukraynaga hujum qilishi Rusiyaningki tarixiy sebepleri var degandek. Yani bu gap her iki tarafga yoqmaydigan bir gap, ama
Xitay özünə tərəfsiz bir orunda bolğanlığını göstərdi. Bu Rusiya üçün bozma tərəfsiz emas, Ukrayna üçün bu tərəfsiz emas. Xitay bu tərəfsizlikni yana bir hukm bilan ifoda qilyapti, o bo'lsa tinchlik. Yani ikinci aylarda Xitay şu Ukrayna urushi uchun 12 moddalik bir tinchlik beyannamını ilan qilgan bu programda deyishdi buni. Bu programda yani Rusiyanın armiyasini keyniga chekindirib akasi degan gapmi yo'qdi bu yerda. Ama o'zini shu tinchlik yo'li bilan bu meselenin hal bo'lganligini jakalak qildi ve diyalog yolu bilan, yani diyalog bu ishni hal qilishninki yagona bir uslubi bo'lganligini jakalak keldi. Shunga deydi, hozir siyosiy ahvollar pishib yetyapti. Shunga bu hozirdan boshlab shu siyosiy yo'l bilan hal qilish lozim tushundi. Yana birsamda bu jang hech kimga foyda kelmaydi deydi. Bulupma eğer de yadro kural işletildiğin ahval bulpasa bu bütün insanlıkta faydası bulunğandek bir ahval değil. Şununla her taraf özünü tutuyup şu meselelerini hal kılış lazım. Bunu hal kılış için ayrıca bir elçi yani Avrasiya'da mesul olan Xitay Tashqi ishlar Ministerliğinin burunki Rusya elçisi olan Li Hui'ni evetmekçe yani her iki devletke. Demek ki Xitay bu işe aralışışga başladı diyen gapimdi bu jangda. Li Hui degan adam şu o'qiyotgan vaqtida şu Ruscha o'qigan 1970'lerin o'rtalaridan itibaren Tashqi ishlar Ministerligida şu Rusya, Sharqiy Avrupa devletlerle shug'ullangan ishxonada ishlagan. 80'li yıllardan itibaren şu Rusya Büyükelçiliğinde işleyen bu. Küçük kadrdan ahire şu yine Büyükelçi buldu. 2019'dan keyin ayrıldı. Demekçi bunun bu Li Hui şu Sharqiy Avrupa ve Rusya'nı yaxshi bildiğin birisi. Sovetlarni qanday yemirilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan birisi. Bundaq birisini bu ishga tayin qilishi ko'rinishda balki ishni hal qilish uchun tirishayotgandek bo'lsa, menimcha yana Xitoyninki ikki besimlik gaplarni deyish va u gaplarga xil bahona tepib turib bu ishni hal qilolmaydi deb o'ylayman. Yani ikki davlatning orasidagi jangni to'xtatolmaydi deb o'ylayman. Chunki nihoyatda murakkab masalalar bor bu ishning ichida. Malum bu hamda bir necha oy burun Xitoy İran Saudiya Arabiston o'rtasida murassalash rol o'ynab xalqaro ma'lum bir diqqatni tortgan bo'ldi. Hozir bo'lsa hamda bu Ukraina Rossiya urushida o'tirib kirib masalani hal qilishga tirishyapti. Yani shu o'zining gapi bo'yicha murassalash rolini o'ynash orqali dunyoninki Xitoyning gapi bo'yicha tinchlikqa to'pi qo'shishga urinadi. Ammo siz nurg'un to'sqinliklar borligini deyapsiz. Emniyet Rusya Ukrayna uchun nuqul bu ikki davlat urush emas. Emniyetda kelma intayin keng bo'lgan Ukraynaning Yevropa davlatlari va Amerika bo'lgan bir urush. Ya'ni hem ko'lam jihatdan ham son jihatdan keng ko'lamli deyishga bo'ldi. Mushtaq bir xalqaroning vaziyatiga, xalqaroning tartibga bevosita munosabatdagi mushu urushda Xitoy navoda deyli bir murassalash orqali ozroq bir natijaga erishib qolib qolsa, bundan keyingi ahvolda Xitoyning xalqarodagi kuchi va roli, obrazi yana oshamdi. Eğer de ajna bo'lib qolsa, oshadi. Çünkü hazırma şu Filistin ile İsrail'in arasında şu tinchlik yoluyla hal qilamiz deb tirishayotdi. Ularninki muhim adamlarni Beijingga chaqirib yoki Xitoyninki diplomatlar şu Filistin ve İsrail'ga berib so'zlashyapti. Bular bu işte natija olmag'achqa bir nima deyamaymiz. Eğer de Xitoy shundoq nurg'un shundoq urush so'qishgan rayondaki meselelerini hal kıla alırsa, Xitoyninki o'rni, xalqarodagi o'rni boshqacha bo'ladi. Ama Ukraynadagi bu meselede
Başta Xitay Amerika'nı qandaq qayıl qılıdı. Avrupa Birliği'ni qandaq qayıl qılıdı. Rusya'nı qandaq qayıl qılıdı. Ukrayna bolsa Zelenski uzun zamandan beri davadıdı. Bu Xitay nimde qarab turdu. Muş işlarga aralashmamdı. Bu nime Rusiyaga bo'lgan ta'siridan foydalanib Rusiyaga desmamdı deydi. Misalga 2. ayda o 12 maddelik bir tinchlik teklifini bergen Xitay tarafı. Ama Rusya nim dedi, deydi onun degan tekliflerinin şaraitleri tayyor bo'lmadi deydi. Maqatim tün bu 26. yıllarning bu Zelenski bilan Xi Jinpingning ko'rishdan keyin deyilgan so'zlar va shu matbuotlarga deyilgan so'zlarga qarabmi Rusya unda nim qilmadi, ya'ni nayda xushal bo'lib demadi. Yalnızla bu tirishchanligini taqdir qilamiz. Ama Zelenski tinchlikni xohlamaydi deb Zelenskini tanqid qildi. Yani menimcha Rusya mutlaka buni unutib ketmaydi. Shunga bu Xitoyningki Rusyani ishg'ol qildi degan gapni, hujum qildi degan so'zni ishlatmayapti. Yani Rusya'nın tarafını mı qo'llayapti. Bunda bir taraflik bir pozisyonda bo'lgan bir devletni shunday bir meseleler, yani tinchlikni barpo qilish uchun deymiz muvaffaq bir devlet emas. Yani bu mesele değil, en muvaffaq devlet aslında Türkiye. Ama Türkiye o'zining qo'lidan kelganini qilyapti, ama pek netice ağını yok. Yani bu mesele bir noktaga bağlan vaqtida, yani hal qilishga mecbur qolgan bir noktaga bağlan vaqtida bundan kim bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Yani Xitoy menimcha shu nimani jangni bahona qilib turib, shu Yevropaga shirin, chiroyli ko'rinish uchun tirishyapti va so'zni qilib qo'yiblar, 2. ayda degandek so'zni deb qo'yiblar, o'ziningki shu tinchlikni xohlaydigan, dunyoga tinchlikni keltiradigan ve bunun için tirishayotgan bir devletninki obrazını yaratmoqchi. Degeninizdek, yani bu Xitoylik Rossiya Ukrayna urushi to'xtatishda tez yo'l dediniz. Bunun iki tarafı var, yani biri tashqi omil ve ichki omil. Tashqi omil deganda siz degandek Amerikani qanday qayil qildi, Avrupani qanday qayil qildi, Rossiyani qanday qayil qildi. Bu üç tarafni ayrım qayil qilish kerak ve nurg'un tirishchilik o'sish kerak. Bu oson emas hakikaten. Biz bunu bu chetga qayirib qo'yib turib, meselenin ichki sababiga kelsak, Xitoyninki o'zining an'anasida mushtoq bir masalani bitirib qilgan bir qobiliyatga ega emasmi? Yoki Xitoyninki o'ziniki bu siyosiy dinamikleri yoki siyosiy madaniyat dinamikleri shunda xalqaroga chetilgan meselelerni bitirib qilishga muvofiqmi? Xitoy hamda xalqaroda cho'ng devlet bo'lishi mumkin. Ama Xitoy xalqaroda shunday tinchlikni xohlaydigan ve bunun için tirishayotgan devletning imajı, obrazı belki yaxshi emas. Xitoymi o'zimi meselelerini hal qilaman degan vaqtida masab urush bilan hal qildi u. Misol Koreya urushiga kirdi, Hindiston urushiga kirdi, Sovyetler bilan urush kirdi, Vyetnam bilan urush kirdi. Yani ishlar jiddiy kelgan chog'da, yani o'zimi jangga kiryapti bu. Hazır mana bugünlerde Tayvan'a tehdit silyapti, Uygurlarga ırkı kırgınçılık siyasetine ilip yürüyapti, Tibetlikler Moğollarni izleyapti, asimile kılyapti. Hatta Japonya'nın koludaki bir toprakni tarihte bizimki zeminimizde onu paytırvalımız deb Senkaku arallarını alımen davatıdı. Bu Xitoyninki o'zininki shunday bir obrazı yaxshi bo'lmay ve ishni hal qilgan chog'da yani qurolli vasitaga murojaat qilgan bir devlet endi. Buni qilishi bek ters. Xitoy to'g'ri, yani cho'ng bir iqtisodiy kuch devlet bo'ldi, Osiyoning cho'ng devleti. Ama Xitoyninki xalqarodagi yumshoq kuchi yo'q. Yani eksice Uygur meselesinden tüpeyli yüz gözünü hepsini töküp aldı. Yani obrazı naçar.
Buna bir devlet oturup çıkıp şundaq işlarını hal qiliman deb qopsimi ki hal qiliman degan bo'lsa eng boshda qilish lozimdi. Bir yildan eshib ketdi bu masala. Jim turib oldi, gap qilmadi. Zelenskiy bilan amdi ko'rishdi. Agarda shunda bir niyati bo'lgan bo'lsa, shunda bir qobiliyati bo'lgan bo'lsa, boshdalar buni qiladi deb o'ylayman. Zaten mühim bir nersiniz. Biz devamlı sizinki şahsi sohbetlerimizde normal sohbetlerimizde Xitayning tinchlik ko'z qarashini davomli ta'kidlayapsiz. Albatta bunun keyiniga Xitayning siyosiy ko'z qarashi, dunyo ko'z qarashi nurg'un narsalar endi kirib ketadi buning ichiga. Yani bizimki Sharq Turkiston masalasi kelgan vaqtimizda haqiqatan bizimki tinchligimizni buzib qo'ydi. Tinch degani nurg'un jamiyat tartib emas. Yani bizimki Sharq Turkistonliklarniki o'zining madaniyat bo'lgan tamponligi, tabiat bilan tamponligi, o'zining tarixi bilan bo'lgan tamponligi, o'zining kimlik bilan bo'lgan tamponligi. Ya'ni bizimki Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lishimizdan biz ve etrafımızdaki her qanday narsa bo'lgan tamponligimizni buzib yotdi Xitoylar. Ya'ni bizning tinchligimiz buzib yotdi. Tamponlik deganda bu yerda biraz tinchlikqa biraz ikki qo'sh ko'zakdek bir ufq. Yani hem siyasi temponlikni buzib yotdi. Dedim şuraya bir savol chiqibdi endi. Xitoylar her zaman bizni xalqarada Uyg'urlar bu terrorlikqa shug'ullangan uchun biz hozir shunday siyosat deb qo'ydik deydi. Siz deysiz bu degan Xitoylar natijasi qarab turib ishninki ishni bitirib qoldi deysiz. Amaliyotda sababi men degandek bu. Siz davom ta'kidlaysiz. Shunday paytda biz Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lishimizdan Xitoyning shu tinchlik ko'z qarashiga qarshi o'zimizniki manfaatni qanday qo'g'day olamiz? Yoki biz Xitoyning tinchlik nimasiga, muqimlik siyosatiga biz qanday bir ko'z qarash o'tirib qo'yib o'zimizni qo'g'day olamiz va xalqqa muvofiq tushuntira olamiz. Xi Jinping'in tinchlik degan gapiga javob bo'lib, bu Zelenskiy mi deydi, Ukrayna xalqi bu tinchlikni her zamandan texmi xohlaydi, texmi umid qiladi. Ammo deydi, şu tinchlikninki o'zi cho'qim adil bo'lish lozim va devamlılık bo'lish lozim. Yani demek ki Xi Jinping'ninki o tinchlik degan gapiga ama bir chiroyli bir şekilde cevap verdim. Shunga o'xshash Zelenskiyni degandek, Sharq Turkiston xalqi tinchlikni xohlaydi. O'zininki xohlagancha, o'zininki urf-odatga qarab yashashni xohlaydi. Ama bu Sharq Turkistonliklarninki o'zgacha yashashni Xitoy ruxsat bermayapti. Shunga bu Sharq Turkistonliklarni assimilya qilish, Sharq Turkistonni xalqini yo'qotish degandek siyosatni ilib beryapti. Aslında ilib bag'ashqa Sharq Turkistonliklar o tinchlikni qo'g'dab qilish uchun Xitoy hokimiyatiga qarshi chiqyapti. Bazı gruplar deydi bu tinchlik deganni siyaset bilan qilib bo'lmaydi. Çünkü Xitoy siyasetni bilmaydi, qurollik degan narsani biladi. Shunga biz tinchlikni qurollik bilan qo'g'daymiz deydigan Uyg'urlar bor. Shunga bu Sharq Turkistonning tinchligi huri için bir müstakil yolunu tanlagan gap, bu yolunu siyasi ve bazıları hem de kurallık ile tanladı. Ama neticede yine şu tinchlikni qo'g'dab qilish. Fakat Sharq Turkistonliklarning ki bu tinchlikni qo'g'dab qilishiga javob bo'lib Xitoy zo'ravonlik ishlatdi, qurollik ishlatdi. Solmagan adimi qolmadi. O'ltanmagan idam qilmagan adimi qolmadi. Yani Sharq Turkistonliklarning ki şu sarxillarni hammani supurib yitirab qilib etdi. Yani bu tinchlik mi bu? Yani tinchlik emas. Sharq Turkistonliklar Ukrayna xalqidek her zaman bu tinchlikni xohlaydi. Shunga Xitoyninki bu degan gaplar emas, Xitoy hukumatiningki qilgan ishiga qarash lozim. Ben Japonya'nın Aral meselesi, Tayvan meselesini tilga oldim. Eğer de tinchlik bo'lgan bo'lsa, bu rayonlar bilan tinchlik yo'li bilan hal qilish lozim. Ama kural kuchi bilan divaylar tehdit silyapti Amerikaga. Misalga deylik, şu rayon devletleri, misalga hozir bu Janubiy Kore, Amerika'dan şunu talep qildi. Bizni
yadro kuch bilan qo'g'dab qoldi. Amerika ma'qul dedi. Bu nima Yaponiyaning, shu Hindistonning, Avstraliyaning, hatto Tayvanning shu milliy xavfsizlik strategiya hujjatiga qaraydigan bo'lsam, u yerda Xitoyning yuksalishi rayondagi tinchlikni buzayotganligini va Xitoyning yuksalishi bilan birlikda Xitoy tinchlik jihatda bir kapolat bermaganligini ve yüksek bo'lgan Xitoy rayonda, dunyoda nima ish qildiganligini bilimgachga o'zimizni kuchlantirishga majbur deydi. Ya'ni bu devletler Amerikadagi, G'arbdagi devletler bilan xavfsizlik jihatda bu hamkorlik qilish bilan birlikda o'zininki devletining qurollarini modernlashtirish, yengillashtirish va texmo ta'sirlik, ya'ni urush jihatda ta'sirlik qurollarni ishlab chiqarmasak bo'lmaydi deydi. Hamda bu askeri budjetni texmo ko'paytirishga tirishyapti. Bu hammasi shu Xitoyning yuksalishi va Xitoyning dunyoga bir ishonchlik bermaganligini, hatto tahdid hissetkeşken, onun için Xitoyga qarshi bu tedbirlarni ilyapti, tayyorligini qilyapti. Yani Xitoy bundan ders ilish lazım ama hozir qo'pib bu Ukrayna meselesini biz manda hal qilamiz degan gap so'zlar hammasi so'zda qolgan bir gaplar deb o'ylayman. Hozir siz deganda shu Xitoy degan muqimlik degan bo'lsa, ya'ni muqimlik deganda zo'ravonlik bor. Muqimlikning keyinda tinchlikni buzish bor. Muqimlikning keyinda assimilyatsiya bor. Muqimlikning keyinda irqiy qirg'inchilik bor. Muqimlikning keyinda Uyg'ur xalqininki mavjudlikniki krizis bor deb tushunsak bo'lmaydi, to'g'ri tushuntirib berdingiz. Biz ikinci sualımız olsak, ikinci temimiz olsak bağlı. Bu Xitoy'daki Fransa elçisi dedi ki Lu familiyalik adam keldi. Yani bu sabık Sovet İttifakı'ndaki cumhuriyetlerindeki hazırki xalqaro qonunda hech qanday salohiyat yo'q. Salohiyat yo'q deganini qildi. Bu nurg'un Yevropa boshliqlariniki inkosini qo'zg'ab ketdi. Bu amaliyotda bu elchininki xalqaro qonunda xabarsiz bo'lishi notayin deb o'ylayman. Bu aslida bir savodsizlik qildimi yoki bu qasddan bu ishlarni keltirib chiqargan bo'ldimi sizce? Bence qasddanlik bor deb o'ylayman. Yani bu tesadüf emas bu. Bu shu Afrikadagi ba'zi devletlerde shu büyükelçilikte ishlayotgan vaqtidalar, misolga nima deganda bu Afrikada qabila devletler ko'p qo'yamdi. Devlet de modern devlet ama qabila shaklida mavjud. U yerda nima deydi? Qulluq sistemi bor deydi bu ba'zan. Ama bu deydi aslında qulluq sistemi Dalai Lama'nınki sistemi deydi. Dalai Lama Tibetni qulluq sistemi bilan boshqaran Afrikadan mı aşırıvetken deydi. Şu vaqtida yeni başlagan vaqtida hamda chet elda diplomasiya hayotini boshlagan. Kanadada büyük elçi bo'lgan chaqdama Ming Wanzhou degan ayolni qo'g'dayman deb nurg'un qaylamqon gaplarni qilgan. Hamda bu misolga Fransiya elchilik bo'layotgan vaqtida deydi bu Fransiyaningki bu qayerlarni boqadigan nima yerlar bo'ldi bu. Shu yerdagi xalq och qilib, o'lab, doktorlar, sestralar hammasi qichib ketdi deb shunday bayon qilganda bu. Sen xalqning davlatining ichki ishlariga nima deb aralashsan? Diplomatlar degan bunda qilmaydi. Diplomatning ishi nima deganda, birinchi ishi shu turayotgan davlat bilan o'zining davlatining orasidagi munosabatni yaxshi qilish. Hamda ichki ishlariga aralashmaslik, til uzatmaslik, onun için istihbarat toplash shu turayotgan davlatda. Degandek muhim xizmatlar var. Bu Lushoye degan bu elchi qaylamqon gapirishga tirishyapti. Kim bu nimani Xitoyni tanqid qilib qolsa, bu deganni nimaligi ish deb tilgan gapda. Chunki deydi bu biz shu urushgan bo'ra deydi, o'ttirliqda g'aljirib qolgan ishlar ko'p bo'lg'achqa biz ashlarga hujum qilish uchun bor deydi, o'zini aldab ko'rsatadi. Shuningga bu da mana yani qaylamqon gaplarni davatadi. Yani bir diplomat, yani shu universiteden itibaren Fransızca o'qigan
Fransiyani yaxshi bildigan bir adam turib, diplomasiya bilimiga ega bo'lgan birisi turib, shu Fransiyani Ukraynaning shu mustaqil iglik huquq salohiyati bo'lmaganligini o'tirib qo'ydi. Hamda deydi, burundan tartibla Ukrayna ve Kırım, burundan tartibla Xitoy Rusiyaning yeri deydi. Bu xuddi Sharq Turkiston azaldan beri Xitoyning yeri degandek bir mantiqqa o'xshash. Aslında tarixga qaraydigan bo'lsak, 9-10 asrlarda hozirgi ruslar yo'q vaqtida hozirgi Ukraynaliklarni Urus deb shu İslam mənbələrdə yazatdı. Yani asıl Ruslar, yani o Ruslar bu Ukraynalık buludu değil mi? Bunlar olsa Rusya bunları yıkınış lazım ama hakikat ondak emez tabii. Şununla bu Sovyetlerden ayrılan devletlerinin değil mi? İglik hukuku bombagan ve müstakilliği talaş tartış bağlılığını da vardı. Bunu xalqaro qonunda da oldu. Xalqaro qonunda undan narsa yo'q. Xalqaro qonunda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın esas qonununda bu Birleşken Devletler Teşkilatı'na qaytilgan a'zo bo'lgan devletler hammasi iglik huquqiga ega bo'lgan mustaqil devletler. Yani hammasi ulus, hammasi nation bular. Yani Birleşken Devletler'e a'zo bo'lganlar hammasi de iglik huquqi bo'lgan bir mustaqil devlet. Bu deydi xalqaro qonunda bunda xalqaro kelishimda andoq deydi. Qaysi xalqaro qonunda? Onu mu demayapti bu da Sharq Turkistonda ilib borgan zulm siyosatini biz Xitoyninki qonunlarga qarab mushtaq qilyapmiz deydi. So'rab baqsan qaysi qonun desa, hujjatlarni chiqadi. Hujjat qonun emas. Hujjat hukumatning olgan qarori. Ama o her kanda kararma Xitoyninki asas qonunga moslashish lazım. Ama bular asas qonunni boshqa bir yerga tashlab qo'ydi. Xohlagancha hukumat qarorini chiqarib, uni qonun deb Sharq Turkistonliklarni izlaydi. Misolga deylik, Xitoyninki asas qonunining 36-moddasi ki necha qitim asas qonun o'zgarsimi, bu modda o'zgarmadi-da. 36. madde. Bir yerde bu dini erkinlik bağlıydı. Birisini dinden çıkarış ve dinge zorlaş bombaydı deydi. Bunun erkinliği bağlıydı. Ama asas kanun buna yazıklık turup Sharq Turkiston hükümeti Uygurlarga karşı ilip bağan bu zulümle devam kılıvadı. Bu asas kanunga xilaf cinayet işledi degen gap. Ama bu cinayetni kimge arz kılsa yok. Arz kılamaysa. Tüzüm sana buna ruhsat vermeydi. Şununla Xitoyninki o kanun munda deydi, kelishim munda deydi degan gapmi to'g'ri emas. Shu Lushaye deganni ba'zilari Lusaye deb almashtirdi. Saye degan gap hamda lukchaklik va ushuqlik degan gap. Ya'ni bu elchi ushuqlik qilyapti, değil Yani özünün gibini to'g'ri deyman deb texmi qaylamqon gap qilishga tirishadi. Bunda deganda bunun degan gaplari Yevropanimi, Amerikanimi va nurg'un devletlarni ansirashga solib qo'ydi. Chunki Xitoy misolga Xitoyda maktab o'qiganlar biladi. Xitoy doim deydi, shu Çarlık Rusya bizningki 1,5 milyon kilometre karelik bir zeminni ilvagan, tatvagan ve bazı kilişim bozma, bu haksız bir kilişim, adil bulmagan bir kilişim de tolu sözleydi. Yani demek ki bu burunki bo'lgan ishni yeniden o'zgartirishga tirishadi. Yani bu Lushayeningki bu Ukrayna haqida degan gaplama shu Ikkinchi Dunyo urushidan keyin dunyoda shakllangan tuzum va sistemni tanımayman degan gap. Eğer de bunu tanımaydigan bo'lsang, u vaqtida Manchurlar kelib, hozirgi Xitoyga talab qilish lozim Xitoy zaminini. Burungi Yuan sulalısini qilish lozim.
Bunda bo'lmaydi. Xalqaro qonun bugünkü mevcudiyetini qo'g'daydigan qonunlar. Ama bular buzuladi. Demek ki mevcut bo'lgan bu xalqaro tuzum ve sistemge memnun emas. Bunu buzmakçı. Buzup neymiş qilmoqchi? Özününki bir sistemni ekelmekçi. Yani men dünyanınki hocayin bulume degan bir niyeti var da. Bu niyetninki bu şehrileş. Bu şahiyenin gibici. Aslında tigdekte aşı niyet turvadıdır. Misalga şehrileşte yani bir söz var. O bolsa insanlıkninki takdir birligini kurvatımız deydi. Sen insanlıkninki insanlık degen, cemiyet degen, devlet degen xil buldu. Medeniyet okşmaydı, kültür okşmaydı. Bularni hammasini Xitoyninki ta'sir ostiga olaman deydi. Men sizlarga sizlarning taqdiringlarni men berman deydi. Yana bu maxfiy niyetininki bir şiirleş, güzel sözlerle ifade kılış. Ama bu Lushaye'ninki gibiga Xitoy hükümeti qanday tedbir aldı onu bilmayman ama Lushaye'ninki 20 yıllık diplomasi yani chet elde diplomasi hayatında her yaman bir gapni dese o'sganligini ko'rdim. Şununla bu Xi Jinping'ninki cihanda en 2035-2049 deb strateji nişanları vardı bu. Şu ahırkı nişan yani dünyada cihangir devlet buluş için o nişanı için tırışvatkan bir Lushaye bu. Yani Xi Jinping'nin deymen deb uçuk diyemeyen gapni bu davadıdı deb düşünmem. Yani öz aldığı mında diyen bir gap emasdi deb o'ylayman. Bana programın axlaşımında bir nesini nuqtani ta'kidlab qo'yishni o'ylabdim. Asosiy qonun gapini qildingiz bayaqi. Xitoyning asosiy qonun. Modern ulus davlatning asosiy qonun mantiqiy amaliyotda kuchlikni, ojizlikni kuchlikni qo'g'daydigan. Qur'onni davlatninki otoriter, diktatorlikni qo'g'daydigan. Qur'onni siyosiy partiyaninki o'ktamlikni qo'g'daydigan. Namaratni boyninki buzaqlashni qo'g'daydigan mana mantiq ustida qurilgan bir asosiy qonun. Ama Xitoyda unda bir ishni biz ko'ramaymiz. Yani modern uluslarning asosiy qonunining mantiqisi bu. Biz ko'rmanlar biz bugungi programmamizda bundaq bir ikki tema ustida analiz yapadik. Birincisi Xi Jinping Zelenskiy bilan Ukrayna Rossiya masalasi ustida paranışqanligini analiz qilishtirishdik. İkincisi Xitoyniki Fransiya elchisi Lushayeninki xalqaro qonun haqida bo'libmi Sobiq Sovet ittifoqidagi jumhuriyatlarniki hozirgi qonunliq salohiyatininki xalqaro qonun yo'qligi to'g'risida degan gaplarninki G'arbda va Yevropada qanday bir inkaslarni paydo qilganligini, nima uchun bunday deganligini analiz qilishtirishdik. Har bilan sizga ko'p rahmat. Men rahmat etaman.